Hamidulla Murodovning O'q otilmagan ov kitobi. Adib ushbu asarning yozilishi, uning tarixi haqida shunday deydi. Bolaligim Bo'stonliq tumanidagi Chotqol tog'lariga tutash Tovoqsoy qo'rg'onida o'tgan. Maktabni ham shu yerda o'qib tugatganman. Tog'laridan, qirlaridan pichan o'rganman. Eshakda o'tin tashib qishga g'amlaganman. Bo'sh vaqtlarimda Chirchiq daryosi suvlarida cho'milib, baliq ovlaganman. Bir so'z bilan aytganda, ona tabiatdagi bor o'zgarishlarni, erta bahordagi yasharishni ham, yozda pishgan mevalarni ham, kuzdagi safarbar yig'im-terim ishlarini ham o'z ko'zim bilan ko'rib, kuzatganman. Ona tabiat bitmas tuganmas ilhom manbai ekan. Neki yozayotgan bo'lsam, shu manbadan olganman. Yozganlarimni ustozlarim Quddus Muhammadiy, O'ktam Usmonov, Safar Barnoyev, Hamza Imomberdiyev kabi taniqli ijodkorlar nazaridan o'tkazganman. Ulardan iliq so'z, yo'l yo'riqlar olganman. Yana bir ustozim Tursunboy Adashboyev bo'ldi. Uning talabi bilan yozganlarimni qayta ishlashni o'rgandim. Ularning o'git va nasihatlari asosida hayot voqeligini she'ru hikoyalarga muhrladim. Bu mo'jaz kitobcham ham tog'li ijodkorning bir tuhfasi deb qabul qiling. Mana, aziz kitobsevarlar, ushbu kitobdan bitta hikoya. Cho'ntagingizni yaxshi ko'ramiz. Ko'chadan kelganimda nevaralarimga bu sovg'a olib kelib turaman. Bu doimiy odatimga aylanib ham qolgan. Shundanmi, har gal ko'chadan kelganimda nevaralarim oldimga yugurib chiqishadi. Salom berishadi-da, ortidan qo'llarini ham cho'zishadi. Shunda men cho'ntagimda borini qurtmi, tansiq konfetmi, shokoladmi, borini ulashaman. Berganimni olisharkan, rahmat aytib, minnatdorchilik ham bildirishadi. Asta ulardan so'rayman. O'zchoqlarim, sizlar kimni yaxshi ko'rasizlar? Kimni demang, bobo, nimani deng? Bizga shirinliklar bergan Xotamtoy cho'ntagingizni yaxshi ko'ramiz. Aziz kitobsevar do'stlar, ushbu kitobni o'qisangiz, bundan-da ko'proq qiziqarli hikoyalarni o'qib, maroqli dam olasiz.